Aziz obunachilarim, biz ozgina o'zimizga yoqqan, o'zimiz ijodimizdan loyihalar qilay tursak, a'dan ba'dan qo'shni viloyatlardan telefon bo'lyapti. Bizni bunaqa qilib ko'taravermang, ochiq yelkada bizni laykimizni, obunamizni tushirib tashlayapsiz deyapti. Bizni laykimiz bilan ular layki boshqa bo'lsa kerak menimcha. Mayli o'shanda ham menga qarashli, meni obunachilarim, meni himoya qilganlar, sizlarni Alloh himoya qilsin. Shularga bildirmay sekin-sekin tas layk obunani ayamanglar. Meni qo'llaganni Alloh qo'llasin. Bugun mana endi to'shakcha bilan ko'tarib beraman o'shalarga. Xursand bo'lib qolsin o'shalar. Yashay polvon. Ha! O'shalarmi? Yeb deng Murat, bu qadishkasi barog'at deb uni. Ye, padishlar nimaga qo'yadi o'zi? Kattama yo'qoldi. Ye, salqinga qo'yapti, ba'ziga salqin qo'yadi. Yuradi kattaligi ham. Ay, bor bu 350 kilo bor. 350 kilo bor teragam. Keldimi? Ha polvon. 350 kilo bor teragam. Layk padishkalarini ayamanglar. Tas. Tashda.